yerda. Xonalar mana dippa past. Assalomu alaykum. Ikromjon, xizmatdalar. Xizmatdalar. Allohumma salli va sallim. Borimlar muborak bo'lsin. Amin. Semiz aka. Alloh bo'lsin. Ilohim ko'p yillar hammamiz oila bola chaqalar bilan shu yuraveraylik. Balolardan. Olib o'rtalarga tashlab qo'yibman-da. Navbat. Gap navbatimizni shatda beryapmiz. Keldikda 15 kishi. Maşallah. Tepada joyda berdilar. Ahajon. Keldilarmi? Ahajon ato'llarda Yusuf akam shatda. Ey voy, mana ba'zi haqiqiy tabiat bor ekan, o'n qarang. Voy, ya mana shu ekan so'rilar qo'yib bersangiz bo'lar ekan. Mana shu zo'r ekan. Mana shu tepada buloq bor ekan 200 metrda. Qarang, ey xudoning qudrati. Mana Ikromjon ukam birodarim xizmat qilyaptilar shu yerda. Hoji akamning nimalari. Juda chiroyli joylar. Qo'qonliklarga yangi joy inshaalloh. Buloq bor ekan mana shu yerda. Hidini qarang buni, ey hidini. Juda chiroyli, tog'da arasi, atrof tog'. Mana shu yerga ham to'rttamiz so'ri qo'ysa bo'lar ekan, ey. O'tirgani juda zo'r ekan. Hidini qarang buni, ey. Bular uzoqmi, Ikromjon? 200 metr tepada ekan aka, 200 metr. O'sha yerdan bitta suv tortsa bo'larmi? O, ana yomg'ir ham yog'yapti, alhamdulillah. Ana yomg'ir yog'yapti. To'ron degan dam oladigan maskan inshaalloh Qo'qonliklarga kelaveringlar hammaga. Islom hoji aka ancha harakat qilib Alloh o'rnini to'ldirsin.